O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tərcümə qılğıcı Muhammad Barat. Nəşr qılğıcı Saciyə İslam Tədqiqat Mərkəzi. Müharriri Doktor Abdul Aziz Rahmetullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Layihəligücü A Aqhun. Axirat dünyası nima üçün? Qissa. Bir yigit manga bir qancha qatim telefon qildi. Bak aldirash bo'lg'achqa, uning savollariga vaqtida javob bera olmay qoldim. O telefonimga arqa-arqadan uchur yo'llag'ali turdi. Men uninga telefon qildim. Qarshi taraf to'limi jimjit bo'lib, ovozidan bak g'amkin ekanligi chiqib turadi. U menga nihoyat tamkinlik bilan mundaq dedi: "Ustoz, o'lgandan keyin nega boramiz?" Ajablanarli gapqo. O'limiz, andin qaydadan tirilamiz, andin qiyomat maydoniga hashr qilinamiz va Alloh bilan uchrashamiz. Andin men shundoq dedim. Uningdan keyin u darhol gapimni o'zivatdi va gangirash ichida mundaq dedi: ishonmayman. Gap qilish uslubidan uning ba'zi kitob va maqolalarni o'qib qilib yoki allaqandoq to'g'ri bilan xato aralashtirib o'tilgan to'rbatlarga kirib qilib, tangriqab qolgan yoki to'g'ri ilm va hujjat dalillarni bilmay turib, dinsizlar bilan munozirlashib, yengilib qolgan bir yosh ekanligi bilinib turadi. Men uningga mundaq dedim: "Balam, nima uchun ishonmaysan?" Ustoz, men dunyo hayoti va oxirat to'g'riliq so'zlangan to'rbatlarga kirdim va ba'zi shaxslar bilan munozir ilib bordim. Men kichikimdan anglab cho'ng bo'lgan va tarbiya olgan jannat, do'zax, pilsirat, hisob elish va azob bo'lish degan aqidalar ustida savol qo'yib tafakkur qildim. Balam, o'zingni bas. O'zing to'liq bilmagan ilmda munozir ilib bormagan dedimda, uningga va muni oyatni o'qib berdim. Bilmaydigan narsanga agashma, ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. Isro surasi 36-oyat. O'zi yaxshi bilmaydigan bir sohada gap qilgan kishilar birdek qaymoqib qoladi. Kallasida to'g'ri bilan xato aralashib ketadi. Shundaqla uni azdirmoqchi va fikrni qalaymaqonlashtirmoqchi bo'lgan odamlarga yemchuk bo'lib qoladi. Balam, tavhid aqidasi va iymon bizning axloqimizning yiltizidir. Ko'ngil faqat mushu aqida bilan xotirjam bo'ladi. Shuning uchun islom diniga kiradiganlarning to'xtovsiz eshayotganligini ko'ryapmiz. Hattoki ularning ichida universitet ustozlari, cho'ng kashfiyotchilar, diplomatlar va ministrlarmi bor. Hech kim majburlamasimi yoki mukofot va'da qilmagan bo'lsa-mu, ularni o'z ixtiyorligi bilan jannat, do'zax, hisob va azobning borligiga da'vat qiladigan bu dinga kirishga ilib borgan narsa nima? U bo'lsa-mu dal tavhid va insondagi tabiiy fitratdir. U ko'ngilning taskin tepishi, ruhning rohatlanishi va qalbning xotirjamligidir. Alloh taolo bizni otamiz Odamdan iborat bir jondan yaratdi. Andin onamiz Havvoni yaratdi. Andin u ikkisidan insonlar ko'paydi. Biz bu dunyoni obod qilamiz, boshqalarga yaxshilik qilamiz va hayotimizni xushallik ichida o'tkazamiz. Andin o'lib ketamiz. Undan keyin qayta tirilamiz va qilgan atganlarimizdan hisob beramiz. Buning aqliy va naqliy dalillari bordir. Do'stim xuddi telefonni etayotgandek darajada jimib ketgan edi. Men pat-pat uningga "Anglayotamsiz, gapim to'g'rimi?" deb turdim. U cho'nqur o'yga g'arq bo'lgan edi. Men mushunda qarindoshlarimning oxirat olami haqida hozirgi zamon uslubida yozilgan bir kitobga ehtiyojli ekanligini bilib yetdim. Shuning bilan qo'lingizdagi bu kitobni tuzashga kirishdim. Allohdan bu kitobni mo'l manfaatlik va o'z roziligi uchun xolis amgak qilib berishini so'rayman. Amin. Oxirat dunyosi nima uchun? Cemi hamd sanolar alemlerinin perverdigari Allah'a xasdır. Durud ve salamlar anbiyalarning eng sharaflisi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi ve sellemga, o zatning pak oila tavobatlarga, ashablariga va qiyomat kunigacha ularga ergashganlarga bo'lsin. Sözümüzge kelsak, Allah Taala tarafidan kelgan dillarning hammasi insonlarning o'lib ketadiganligiga va amallariga qarata jazo, mukofot beriladigan bir kunda qaytadan tiriladiganligiga iymon etishdan iborat bu nuqtaga birlikka keldi. Zalim boshqalarga qilgan zulmiga qarata jazoga uchraydi. Yaxshi ish qilguvchi qilgan yaxshiligiga qarata mukofotlanadi. Demak, bu dunyo hayoti oxirgi nuqta emasdir. Haq Taala aytdiki, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdiq yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdiq. Sad surasi 28-oyat. Va yana aytqinki, hargiz undaq emas. Parvardigorim bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirsizlar. Andin sizlarga qilmishinglardan xabar beriladi. Bu Allohga osondir. Tag'obun surasi 7-oyat.
Oxirat kuniga iymon etish iymonning ruknlaridan biridir. Kimki o'lgandan keyin qayta tirildirishni va amallardan hisob elinadiganligini yolg'onga chiqarsa, ulug' Allohga kofir bo'lgan bo'ladi. Bu vaqtda Alloh taolo zolimlar kishilarni Allohning dag'dam yo'lidan to'sadi, uning agri bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi degan. A'rof surasi 45-oyat. Undaqda oxiratga iymon etishning ma'nosi nima? O'lim degan nima? Qabrda nimalar bo'ladi? Havuz degan nima? Tarozi degan nima? Pilsirat degan nima? Nomi a'mallar degancha. Jannat va do'zaxning sifati qandaq? Oxiratdagi ajoyib ishlar qaysilar? Oxiratda kishilarning ahvoli qandaq bo'ladi? Oxiratda Parvardigorimizni qachon ko'ramiz? Xo'sh, undaqda oxirat dunyosi haqidagi safarimizga atlanayli. Biz nima uchun oxirat kuniga iymon etamiz? Alloh taolo dunyo hayotidan keyin oxirat hayotidan iborat yana bir hayotlikning bo'lishini taqdir qilgan bo'lib, u kunda bo'ladigan ahvollardan bizga xabar berdi va bu xabarlar bilan bizga vaz nasihat qildi. Yana u kunga iymon etishni va tayyorlik qilishni bizga vojib qildi. Oxirat kunini aslash, yaxshi amallarni qilishga va xayrli ishlarga aldirishga qiziqtiradi va insondan g'am andishini yo'q qiladi. Yana insonni boshqalarga zulm qilishdan, ojizlarni bo'zaq qilishdan yiroq qiladi. Bu vaqtda Haq Taolo aytdiki, qiyomat kuni adolat tarozilarini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uval qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib etilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qishchaqchaqliq amali bo'lsa-mo, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Anbiya surasi 47-oyat. Va yana gunohkorlar maxluqotni idora qilib turg'uchi mangu hayot Allohga egiladi. Allohga sherik keltirganlar shaksiz ziyon tortadi. Taha surasi 111-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dediki, kimdiki birovga qarta til haqorat yoki shuningdek biror zulm qilgan ahvol bo'lsa, uni biror tilla yoki biror tangi pulimi bo'lmaydigan kuniga qoldirmay, bugunla uning roziligini olib olsin. Bo'lmasa, uning yaxshi amallaridan qilgan zulmiga loyiq ilinadi. Agar uning yaxshi amallari bo'lmasa, mazlumning gunohlaridan ilinib, uningga yuklanadi. Oxirat kuniga iymon etish insonni buzg'unchilik qilish va dinsizlik qilishdan to'sadi. Ammo oxirat kuniga iymon etmaydigan kofirga kelsak, u har qanday qabih va munkar ishdan o'zini tortmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: oxiratga ishonmaydiganlar haqiqatan to'g'ri yo'ldan chatnaguchilardir. Mu'minun surasi 74-oyat. Oxirat kuniga iymon etish insonni axloqini go'zal qilishga, beshiga kelgan musibatlarga sabr qilishga va oxiratda katta savobning borligini bilganlik uchun dunyoda o'tib ketgan ishlarga hasrat chekmaslikka olib boradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonga kelgan har qanday bir musibat bo'ladi ekan, hatto badaniga kirib ketgan bir tikanchaqliq narsa bo'lsa-mo, Alloh uning bilan gunohlarini yuvib yetadi degan. Yana shundaqla oxirat kuniga iymon etish odamni gunohini e'tirof qilishga va shu gunohlardan o'zini paklashga olib boradi. Ashabi kiramlar nafsidan hisob elish va nafsini paklashda jonliq ulgulardan edi. Qissa. Maiz ibn Malik radhiyallohu anhu ashablardan edi. Bir kuni shayton uninga vasvasa qilib, ansarlardan bir kishining dediki bilan birga bo'lishga qiziqtirdi. Shuning bilan Maiz kishilarning ko'zidan yiroq bir joyda bu dedak bilan xoli bo'ldi. Bu vaqtda shayton bu ikkisining uchinchisi bo'lib, bu ikkisini bir-biriga chiroyli ko'rsatdi-da, bu ikkisi zina qildi. Maiz bu gunoh ishdan farigʼ bo'lgan chaqda shayton uningdan yiroqlashdi. Shuning bilan u yig'lab, nafsidan hisob oldi va o'z-o'ziga malomat qilib, Allohning azobidan qo'rqdi. Hattoki gunoh uning qalbini kuydirib, hayoti uningga tar keldi va qilgan xatoligi vujudini chulg'ib oldi. Ondan qalblarning doktori bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga keldi va u zotga yuzlanib turib mundoq dedi: "Ey Rasululloh, Allohning rahmatidan yiroq bo'lgan kishi zina qildi. Meni paklab qo'ysalar." Bu chaqda Nabiy sallallohu alayhi vasallam uningdan yuzini o'rib ta'tur qarab oldi. Maiz yana u zotning yana bir tarafidan kelib mundoq dedi: "Ey Rasululloh, men zina qildim. Meni paklab qo'ysalar." "Sanga voy, qaytqin. Allohdan mag'firat tilagan va tavba qilgan." Maiz qaytib ketib, uzun o'tmayla yana kelib mundoq dedi: "Ey Allohning payg'ambari, meni paklab qo'ysalar." "Zinaning nimaligini bilamsan?" Nabiy sallallohu alayhi vasallam uningga tovlab turib shundoq dedi va buyruq qilib uni yenidan chiqaribdi. Keyin u ikkinchi qatim yana kelib mundoq dedi: "Ey Rasululloh, men zina qildim, meni paklab qo'ysalar." "Sening holingga voy, zinaning nimaligini bilamsan?"
Nabiy sallallohu alayhi vasallam shundoq dedi va buyruq qilib uni yenidan chiqarib. Keyin 3 va 4 qatim kelib, yuqorqi so'zini takror davarganlik uchun u zot uning qavmidan mundoq so'radi. Maizda saranliq bormi? Ey Allohning payg'ambari, biz uningda hech qanday bir ahvolni bayqamadik. U haroq ichdimi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam shundoq deganida, bir kishi o'rnidan turib, uni purab baqib, hech qanday haroqning puruqini his qilmadi. Shuning bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallam Maizdan mundoq so'radi. Zinaning nimaligini bilamsan? Shundoq bilaman. Xuddi bir odam o'zining ayoliga halol yaqinchilik qilgandek, men yot bir ayolga harom yaqinchilik qilib qo'ydim. Bu so'zing bilan nimani maqsad qilasan? Meni paklab qo'yishlarini maqsad qilaman. Bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shundoq deb bo'lib, uni chalma-kesak qilishga buyurdi. U o'lganga qadar chalma-kesak qilindi. Musulmonlar bu sahobaning namozini tushirib, dafna qilib bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zi ashablari bilan u chalma-kesak qilingan joydan o'tib ketib o'tib, ashablardan 2 kishining bir-biriga Alloh taolo satr qilsa, nafsi unmaganlik sababdan itlar chalma-kesak qilingandak, chalma-kesak qilingan bu kishiga qara deyishayotganligini anglab qoldi va gap qilmay sukut qildi. Andan birer soat mang'andan keyin aftobda qizib, qo'rsaqlari ko'pib, 2 puti ko'tarilib qolgan bir eshak topining yenidan o'tib qoldi. Bu chaqda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bundoq dedi: "Palani 2 kishi qani? Mana biz ey Rasululloh. Tushib bu eshakning topidan yanglar. Ey Rasululloh, Alloh sizni mag'firat qilsin. Kimmi buni yeydi? Bayatin ikkinglarning o'lib ketgan qarindishinglarning yuz abroyiga tegib, g'ayvatini qilganinglar o'lib qolgan hayvonning go'shini yegandimi qattiq ig'ir gunohdir." U shundoq bir tavba qildiki, agar bu tavba butun ummatga taqsim qilinib qolsa, ularning tavbasidan eshib ketgan bo'ladi. Janim ilgida bo'lgan zot bilan qasamki, u hozir jannatning o'stanglarida o'zib yuribdi. Maiz ibn Malikqa xush muborak bo'lsin. Shundoq u zinodan iborat ig'ir gunohni sodir qilib, o'zi bilan Rabbi o'tirsidagi pardani buzib. Bu gunohdan farq bo'lgan chaqda gunohning lazzati ketib, hasratlari qalbida qolib qoldi. Lekin u shundoq bir tavba qildiki, agar bu tavba butun ummatga taqsim qilinib qolsa, ularning tavbasidan eshib ketgan bo'ladi. Xulosa kalom. Allohga va oxirat kuniga iymon etish insonni omonatni muhofazat qiladigan va riyodan o'zini tortadigan qilib tarbiyalaydi. Haq taolo aytgandek, Allohning masjidlarini faqat Allohga oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'tigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla obod qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ana shularning hidoyat topquchilaridan bo'lishi ko'zda tutiladi. Tavba surasi 18-oyat. Yo'ritma. Oxirat kuniga iymon etish dunyoda rohat, oxiratda saodatdir. Sajiya Islom tadqiqot markazi